Yashnobod tumanidan arzon kvartira so'raganlar uchun Do'stlik metrosidan 500-600 metr masofada joylashgan mana shu Novostroykamizdan 3 xonali, maydoni 62 kvadrat bo'lgan tayyor podключ holatdagi kvartiramiz $57.500 ga sotiladi. Old tarafdan ko'rishingiz mumkin, chiroyli детский площадка, katta parkovочный joylariga ega, eng zo'r tarafi kadastr hujjatlari bor, sraz oформить qilib bo'ladi. Hozir ichkaridan ko'rsatib beraman. Uyimizning planirovkasi keladigan bo'lsa, pod'ezd eshigimiz kirishimiz bilan xonalar ketma-ket joylashgan bo'ladi. Ko'rib turganingizda yangi remontdan chiqarilgan, hali sveji, hech kim yashamagan. Chap qo'lda birinchi xonamizda vanna joylashgan bo'ladi. Chiroyli kafellar terilgan. Yonida bo'lsa hojatxonani ko'rishimiz mumkin. Bu yoqda birinchi xonamizda joylashgan, ya'ni ovqatlanadigan zal qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yoq tarafdan bo'lsa kuxnaga o'tamiz. Kuxna mebel bu yoqqa teriladigan bo'lsa, bu yoqda bemalol ovqatlanib o'tiradigan uголок qo'yish mumkin. Va bunaqasi keladigan bo'lsa, mana shu xonamiz bitta xonaga pagoda beryapti. O'zi kadastr bo'yicha 2 xona. Mana shu xona hisobiga 3 xona qo'rilgan bo'ladi. Bu yoq yotoqxona, o'zini kichkina terrasasi ham bor. Bu yoqda bo'lsa zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Ko'rib turganingizda remontlari juda ham zo'r holatda. 16 etajli Novostroykaning 10-etajda joylashgan edi. Pod'ezdlarda ikkitadan liftlariga ham ega. Pastdagilar nomerini qoldiramiz, bemalol savdolashasizlar bo'ladi. Yashnobod tumanidan arzon kvartira so'raganlar uchun Do'stlik metrosidan 500-600 metr masofada joylashgan mana shu Novostroykamizdan 3 xonali, maydoni 62 kvadrat bo'lgan tayyor podключ holatdagi kvartiramiz $57.500 ga sotiladi. Old tarafdan ko'rishingiz mumkin, chiroyli детский площадка, katta parkovочный joylariga ega, eng zo'r tarafi kadastr hujjatlari bor, sraz oформить qilib bo'ladi. Hozir ichkaridan ko'rsatib beraman. Uyimizning planirovkasi keladigan bo'lsa, pod'ezd eshigimiz kirishimiz bilan xonalar ketma-ket joylashgan bo'ladi. Ko'rib turganingizda yangi remontdan chiqarilgan, hali sveji, hech kim yashamagan. Chap qo'lda birinchi xonamizda vanna joylashgan bo'ladi. Chiroyli kafellar terilgan. Yonida bo'lsa hojatxonani ko'rishimiz mumkin. Bu yoqda birinchi xonamizda joylashgan, ya'ni ovqatlanadigan zal qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yoq tarafdan bo'lsa kuxnaga o'tamiz. Kuxna mebel bu yoqqa teriladigan bo'lsa, bu yoqda bemalol ovqatlanib o'tiradigan uголок qo'yish mumkin. Va bunaqasi keladigan bo'lsa, mana shu xonamiz bitta xonaga pagoda beryapti. O'zi kadastr bo'yicha 2 xona. Mana shu xona hisobiga 3 xona qo'rilgan bo'ladi. Bu yoq yotoqxona, o'zini kichkina terrasasi ham bor. Bu yoqda bo'lsa zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Ko'rib turganingizda remontlari juda ham zo'r holatda. 16 etajli Novostroykaning 10-etajda joylashgan edi. Pod'ezdlarda ikkitadan liftlariga ham ega. Pastdagilar nomerini qoldiramiz, bemalol savdolashasizlar bo'ladi. Yashnobod tumanidan arzon kvartira so'raganlar uchun Do'stlik metrosidan 500-600 metr masofada joylashgan mana shu Novostroykamizdan 3 xonali, maydoni 62 kvadrat bo'lgan tayyor podключ holatdagi kvartiramiz